Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Islom Karimov davrida yo'q qilingan prokuror Mirziyoyevdan adolat so'ramoqda. O'zbekistonda mahkumlarning qanday huquqlari bor? Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Islom Karimov davrida yo'q qilingan prokuror Mirziyoyevdan adolat so'ramoqda. Shayna jinoyat to'dasini qo'lga olgan Qashqadaryo prokurori hibsga olinib, yerto'lada qiynoqqa solingan. Prokuraturaning sobiq xodimi Farhod Shaymanov 2008-yilda Qashqadaryoda yirik jinoiy guruhni Milliy xavfsizlik xizmati hamkorligida qo'lga oladi. U o'shanda viloyat prokurori birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan. Shaymanov qo'lga olingan jinoiy guruh O'zbekiston tabiiy resurslarini yillar davomida talon-taroj qilib kelgan. Shayna jinoiy to'dasi Sho'rtan gaz zavodida yer osti quvurlaridan kondensat o'g'irlab jo'natgan. Effekt.uz axborot agentligi mazkur ish yuzasidan o'z jurnalistik surishtiruvlarini olib bordi. Shaymanov Farhod Samadovich Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida o'qituvchilar oilasida tug'ilgan. 1984-yili rahbariyat topshirig'i bilan prokuratura tizimiga kirib kelgan. Nishon tumanida ishlaganidan 1 yil o'tib, Qashqadaryo viloyati prokuraturasida sudlar ustidan nazorat qilish bo'limi prokurori bo'lib ishlab kelgan. 1989-yil Respublika bosh prokuraturasiga ishga olingan. 32 yoshida Qashqadaryo viloyati Kitob tumani prokurori lavozimiga tayinlangan. 2000-yil Qashqadaryo viloyati prokurorining o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Keyinchalik Jizzax viloyati prokurori o'rinbosari etib tayinlangan. Shuningdek, Toshkent viloyati birinchi o'rinbosari lavozimida ham xizmat qilgan. U yerda asosan tergov boshqarmasi boshlig'i vazifasini o'tagan. Shaymanov Farhod Samadovich Toshkent viloyati prokurori vazifasini bajarib turgan vaqtda prezident devoniga chaqiriladi. Uning nomzodi sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov tomonidan Qashqadaryo viloyatining bir tumaniga hokim sifatida ko'rsatilganligi ma'lum qilinadi. Kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi Umar Safoyevich Ismailov qo'lida davlat maslahatchilari rozilik imzolarini qo'yib berilgan hujjatni ko'rsatib, prezident qabuliga kirish kerakligini aytadi. Umar Safoyevich Shaymanov Farhod Samadovich uchun tayyorlangan hujjatlarni ko'rib chiqib, bosh vazir qabuliga olib kirgan. O'sha paytdagi hukumat rahbari Shavkat Mirziyoyev esa Shaymanovga prokuratura faoliyatida qolishiga imkon yaratib bergan. Bundan xabar topgan sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov Farhod Samadovichni Qashqadaryo viloyati prokurorining birinchi o'rinbosarligidan, ya'ni markazdan chetlatish uchun yuboruv yozgan. Lekin sobiq prokuror uni Qashqadaryoga yuborish bilan cheklangan emas. Shuningdek, ish faoliyatini olib borayotgan Samadovichning faoliyatidan 5-6 oy o'tmasdan sobiq bosh vazir imzosi bilan Qashqadaryo davlat xavfsizlik idorasiga va prokuraturaga maxsus topshiriq kelib tushgan. Topshiriqqa aytilishicha, vazirlikka Qashqadaryodagi Sho'rtan gaz majmuasiga qarashli hududlarda davlat yer boyliklarini hisoblangan gaz va kondensatning talon-taroj qilinishi holatlari haqida ma'lumotlar tushgan. Ushbu holat bo'yicha zudlik bilan tezkor tadbir o'tkazilib, ko'rilgan choralar bo'yicha 1 oy ichida axborot berilishi so'ralgan. Bu ish yuzasidan Qashqadaryo viloyati davlat xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Ahmedovich Mazarov bilan hamkorlikda reja tuzilgan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimi, prokuratura, ichki ishlardan ham xodimlar ajratilgan. Qisqa muddatda yaxshi natijaga erishilib, yarim tunda 240 tonna birinchi, 4 ta KAMAZda 10 tonnali sisterna o'rnatilgan, 24 KAMAZ gaz kondensat orttirilgan yuklar pinhona o'g'rilik bilan Sho'rtan gazdan olib chiqib ketilib, Surxondaryo Afg'oniston yo'nalishida harakatlanayotgan jinoiy guruhni tadbir ishtirokchilari qo'lga olgan. Hujjat talab qilinganda taqdim qila olmasdan o'ta puxta tayyorlangan guruhlar 4 nafar organ xodimini qo'l-oyoqlarini press temir sim bilan suyaklarigacha qadar qattiq bog'lab, ularning etlarini kesib, bu yetmagandek og'izlariga latta tiqilib, 10 metr chuqurlikdagi jarlikka uloqtirishgan. Bu holat bo'yicha tong saharda tuman prokurori Samadovichga axborot bergan. Shundan keyin Farhod Shaymanov davlat xavfsizlik xizmati raisi bilan birgalikda jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov harakatlarini olib borishni boshlagan. Birinchi kun qattiq harakat qilgan organ xodimlari ikkinchi kundan qo'rqishni boshlashdi. Sababi o'rganilsa, hammaga turli tuman bosimlar bo'la boshlagan. Bu ishni Shaymanov Farhod Samadovich Qashqadaryo viloyati tergov bo'limi boshlig'i Shavkat Fayziyev zimmasiga yuklagan. Ushbu jinoiy guruh xodimlarga tazyiqlar qilib, jinoiy ishni yopishni talab qiladi. Xizmat mashinalaringizni portlatib yuboramiz, oilangizga tazyiq qilamiz degan tahdidlar qilishgan. Ularning boshida kim turgani aniqlanib, 7 kishini bir kunda qamoqqa olish sanksiyasi berilgan. Shundan so'ng uyushgan to'dada haydovchi bo'lib ishlaydigan erkak Shaymanovga biz har oy Qashqadaryo viloyati prokurori o'rinbosari va Akmal Saidovga
30-40 ming dollar berib kelamiz, sen meni nega qo'lga olding degan savol bergan. Ular qamoqqa olinib, tergov harakatlari boshlangan. Lekin jinoiy to'da shunchalik kuchli ekanki, ularning tergovni bekor qilib jinoiy ish yopish to'g'risidagi gapi viloyat prokurori orqali Shaymanovga yetib kelgan. Prokuror tergov bo'limi boshlig'iga ushbu talablarni qo'ya boshlagan. Bundan tashqari uni o'z lavozimidan chetlatish bo'yicha buyruq chiqargan. Tergov bo'limi boshlig'i ushbu ish orqasida viloyat prokuraturasidan ayrim xodimlar, hatto Davlat xavfsizlik xizmati xodimidan ba'zilari turganligini Shaymanov Farhod Samadovichga ma'lum qilgan. Shuningdek, unga nisbatan provokatsiya uyushtirilishi mumkinligini aytgan. Shaymanov Farhod Samadovich esa viloyat prokuroriga kirib, nega xato qilmagan tergov bo'limi boshlig'ini bo'shatganini so'ragan. Viloyat prokurori unga kadrlar masalasiga aralashmasligini aytgan. Xususan, ishga bevosita aloqasi borligi aniqlangan viloyat prokurorining ikkinchi o'rinbosariga mazkur vazifa topshirilishidan maqsad nima ekanligini so'raganida viloyat prokurori uni o'z xonasidan chiqarib yuborgan. O'zbekistonda mahkumlarning qanday huquqlari bor? O'zbekistonda milliy preventiv mexanizmni xalqaro standartlar asosida rivojlantirish istiqbollari mavzusida 8-oktyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro konferensiyada aynan harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslarga nisbatan insoniylikka zid bo'lgan qiynoqlarning har qanday ko'rinishiga qarshi kurashishdagi milliy va xorijiy tajribalar mavzusida so'z bordi. Jinoyat sodir etib, ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan shaxslarga nisbatan tayinlangan jazoni o'tash tartiblari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 50-moddasida belgilab qo'yilgan. Ushbu tayinlangan jazoni o'tash tartib tamoyillari esa Jinoyat ijroiya kodeksida aniq belgilab berilgan. Jinoyat sodir etilgandan keyin ushbu shaxsga nisbatan davlat tomonidan qonunlarda belgilangan choralar qo'llanishi lozim. Sud tomonidan bu shaxsni jamiyatdan ajratgan holda tarbiyalash mumkin degan xulosaga kelinganidagina jazo choralari ko'riladi. Lekin sud tomonidan biror bir shaxs ozodlikdan mahrum qilingan taqdirda uning asosiy huquqlari saqlab qolinadi. Ya'ni mahbuslar yashash, jazoni ijro etish muassasasida mehnat qilish, o'zining tilida bevosita so'zlashish huquqiga ega. Shuningdek, mahbuslarda jazoni ijro etish muassasalarida o'zlarining o'quv bilimini oshirish, oila a'zolari, yaqinlari bilan telefon orqali gaplashish, ular bilan bevosita ko'rishish, tibbiy xizmatdan ham foydalanish imkoniyati bor, dedi Oliy sud sudyasi Sanobar Mamadaliyeva. Konferensiya davomida Oliy sud sudyasining ta'kidlashicha, mahbuslar ombudsmanga bevosita murojaat qilishlari mumkin. Shuningdek, sud qaroridan norozi bo'ladigan bo'lsa, bevosita sudga ham murojaat qilishi mumkin. Sudga bevosita ombudsman hamda milliy markaz tomonidan jazoni ijro etish jarayonida jazoni o'tayotgan shaxslar yo'llagan murojaatlar bevosita kelib tushadi. Bundan tashqari, aynan sud himoyasida bo'lish huquqidan ham mahrum qilinmagan ushbu shaxslar jazoni ijro etish joylaridan sudga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish huquqiga ega. Agar qabul qilingan sud qaroridan norozi bo'lsa, sudga ham murojaat qila oladi, dedi Sanobar Mamadaliyeva.